Nima uchun skverdagi Amir Temur minib turgan otning bir tuyog'i yerdan ko'tarib qo'yilgan? Ko'pchiligimizga ma'lum bo'lgan Amir Temur xiyoboni, ya'ni skver markazida sarkarda Amir Temur haykali o'rnatilganini ko'ramiz. Ushbu haykal O'zbekistonda mavjud bo'lgan Amir Temur haykallarining orasida bir jihati bilan farq qiladi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, sarkarda minib turgan otning old tuyog'ining chap qismi yerdan bukilib, ko'tarilib qo'yilgan. Xo'sh, buning asl sababi nimada? Nega aynan otning bir tuyog'i ko'tarib qo'yilgan? Gap shundaki, haykaltaroshlik san'atida qadimdan shakllangan ramziy ma'noga ko'ra, agar otning bitta tuyog'i ko'tarilgan bo'lsa, bu sarkardaning jang vaqtida yoki harbiy yurish chog'ida jarohat olib vafot etganini anglatadi. Agar otning ikkala old tuyog'i ham ko'tarilgan bo'lsa, sarkarda aynan jang maydonida halok bo'lganini bildiradi. Barcha tuyoqlar yerda turgan bo'lsa, demak, sarkarda o'z ajali bilan vafot etgan hisoblanadi. Demak, Amir Temur haykalidagi otning bir tuyog'i ko'tarilgan holda tasvirlangani bejiz emas. Bu buyuk sarkardaning harbiy yurish paytida hayotdan ko'z yumganiga ishora beradi. Ma'lumki, Amir Temur Xitoyga yurish qilish arafasida vafot etgan. Haykaldagi ushbu nozik detal esa tarixiy haqiqatni ramziy tarzda ifoda etadi. E'tiboringiz uchun rahmat. So'nggi sahifa kanaliga obuna bo'lishni unutmang.